Men Sobir Shohjahon, Wikimarafon loyihasi rahbariman. O'zbekcha Wikipediyani boyitishga qaratilgan loyiha qachondan boshlandi? Jahon axborot tarmog'ida o'zbek tilidagi milliy ma'lumotlar bazasini ko'paytirishga qaratilgan loyiha 2022-yil 20-may sanasidan boshlab start olgan. Shu kungacha loyiha doirasida qanday ishlar amalga oshirildi? Loyiha sababli bugungi kunda o'zbekcha Wikipedia jahon wiki reytingida 39-o'rinni egallab turibdi. Maqolalar soni esa 319 mingdan oshgan. Loyiha doirasidagi maqolalar o'zbekcha Wikipediyaga qay tartibda joylashtirilmoqda? Hozirgi kunda Wikimarafon loyihasi doirasida tajribali tarjimon muharrirlar hamda o'zbekcha Wikipediyaning faol tahrirchilari tomonidan 3 ta model asosida maqolalar kiritib borilmoqda. Loyiha doirasidagi tanlovlarda kimlar ishtirok etishi mumkin? Wikimarafon loyihasi doirasida tashkil etilayotgan tanlovlarda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha ishtirok eta olishi mumkin. Agar siz ham bizning tanlovlarimizda qatnashishni istasangiz, sahifalarimizni kuzatishda davom eting.